2026 Chevrolet Onix avtomobili zamonaviy dizayn, tejamkorlik va kundalik foydalanish uchun qulaylikni birlashtirgan model sifatida taqdim etiladi. Ushbu video yozuvda biz Onixning tashqi ko'rinishi, salon sifati, dvigatel variantlari, texnologik imkoniyatlari va xavfsizlik funksiyalarini batafsil ko'rib chiqamiz. Old qismi yangilangan panjara, LED faralar va aerodinamik chiziqlar bilan yanada sportcha ko'rinadi. Kuzov o'lchamlari shahar harakati uchun mos, parkovka oson va manevr qilish qulay. Salon ichida sifatli materiallar, ergonomik o'rindiqlar va keng joylashuv e'tiborni tortadi. Raqamli asboblar paneli va markaziy sensorli ekran haydovchi uchun barcha ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto bilan mos keladi. Ovoz tizimi esa kundalik sayohatlar uchun yetarli sifat beradi. 2026 Onix bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif etiladi, jumladan tejamkor benzinli va turbo variantlar. Yoqilg'i sarfi past bo'lib, uzoq masofalarda ham iqtisodiylikni ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi tanlovi mavjud, bu esa turli haydovchi didlariga moslashadi. Osma tizimi notekis yo'llarda barqarorlikni saqlaydi va qulay yurishni ta'minlaydi. Xavfsizlik jihatidan Onix zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Masalan, ABS, ESP, kop yostiqchali xavfsizlik havo yostiqlari va tormozni favqulodda kuchaytirish funksiyasi. Ba'zi komplektatsiyalarda orqa kamera, park datchiklari va yo'l chizigini kuzatish tizimi ham mavjud. Ushbu avtomobil yosh haydovchilar va oilalar uchun mos bo'lib, ishonchlilik va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi bilan ajralib turadi. Dizayn va texnologiya uygunligi uni raqobatchilar orasida jozibador qiladi. Agar siz 2026 Chevrolet Onix haqida to'liq va halol fikrlarni bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizda muntazam avtomobil sharhlari, haydovlari va yangiliklar chiqadi. Shuning uchun Auto Drive kanaliga obuna bo'lishni va videoni yoqtirishni unutmang.